Avstriyskiy sement aldi. Originallarini ko'rishlaringiz mumkin. Bular sutdan chiqqan varianti 170 kilogramdan 200-220 kilogramgacha bo'ladi. Sustainasi zo'r, sutdan zo'r to'yib chiqqan, ya'ni kamida 60 kundan 80 kungacha sut emgan bular. Hozirgi kunda to'g'ri o'tga o'tgan varianti. Yotib, dam olib yotibdi. Originallari bular. Kategoriya ham zo'r, xudo xolasa. Inshaalloh samolyotda keladi, 40 tonnalik samolyotda, 40 tonna, где-то 200 kilogramdan bo'lganda ham 200 dona bo'ladi. 200 donani bir ikkita, uchta bo'lib olsanglar ham bo'laveradi. Narxi ham shu Rossiya summa bo'ladi. Yevropa degan bilan Rossiya summa bir xil bo'ladi, xudo xolasa. O't sementalni ko'rishlaringiz mumkin. Taniq variant, mashalloh. Har birimiz uyimizga bir 10 ta, 20 ta kamida nasib qilsin, xudo xolasa. Biz sizlarga chiroyli variantlar berishda davom etaveramiz, xudo xolasa. Buni narxi 8.5 dollardan to'g'ri keladi sizga. 1 kilogrammi. Shunda 200 kilogram ko'paytirasiz, 8.5 yoki 8.2 dollarga o'rtacha ko'paytirsangiz, sizga bir donasi qanchaga tushish kelib chiqadi. Kommentariyga yozib qoldirsangiz, men zakrifni qilib qo'yaman, xudo xolasa. Hammaga aniq-taniq bo'lishi uchun video ostida nomer qo'yib ketaman zakaz berishlaringiz uchun. Bundan tashqari Angus, limuzin, ozgina Chevrolet bor. Ularning videolari kelsa, xudo xolasa men sizlarga taqdim qilaman. Hali nalichida ko'p buqalar, sigirlar, har xil variantlar bor.